Ketdi. Assalomu alaykum, hamkasblar, ustozlar, shogirdlar. Mana o'tgan safar bu yerda Niklus yashilchalarini foydalanishni aytgandim. Foydali tarafini aytgandim. Hovlimda 10 ta turgandi, 10 tadan 13 tasi urug'ga kiruvdi. Pastda 3 tasi kirmay qoluvdi. Buni sababini bir kishi maslahat berdi. Mana esimga tushdi, o'rgandim. Menimcha shundan. Endi buni ittalab azonda teshikni yopib dalaga o'zimni arimga olib ketaman. Sababi shaharda ham hozir turtan arilar kamayib ketdi. Shu sababli endi bular hozir o'ziga matchni ishlayapti. Matkasi chiqib uruqqa kirish uchun bularga turtan ari, erkak ari kerak bo'ladi. Shuning uchun bularni dalaga olib boraman, xudo xohlasa. Endi rasplot bo'lganini olib ko'rsating degan bir kishi aytuvdi, iltimos qiluvdi. O'shani hozir ko'rsatmoqchiman. Hozir mana bittasini o'chamiz buni. Skochlangan edi, skochni o'chamiz. Mana. O'pishtirib tashishgan arilar bir-biriga shuning uchun sekin harakat qilib bo'lamiz. Bu mana rasplot. Bularni o'zi ikkinchi partiya bularga matchni berganim yo'q. Bular mana o'zlaridan matchni mana buzildi bitta hamta matchnisi. O'zlaridan ishlayapti matchniydi. Bu yerda yo'q ekan. Mana matchni o'zlariga ishlashga qo'yib berdim. Matchnini o'zlaridan ishlab, ittaga mana ular pishgan payti, bular bu ramkasida ham bor. Pishgan payti kunini belgilab, o'shanga yaqin o'chib, buni yaxshi joyidan bitta qoldiraman-da, qolganini buzib tashlayman. Qolgani keyin o'sha bitta bilan xudo xolasa uruqqa kirib avlod qilishadi. Ikkinchi ramkasini ham ko'rsataman. Mana ikkinchi ramkasi. Mana birinchisida o'zim bergan matchnidan uruqqa kirib, matga uruq qo'ygan mana shu rasplotlari. Mana. Kerak emas, olib tashlayman. Mana yashilchini ko'rsat. Yashilchiga e'tibor bersak, mana top-toza arilar yaxshi mehnat qilgan. Lishni narsa yo'q. Hammasini tozalab tashishgan. Ikkinchi partiyaga o'zidan chiqqan matkalar yana menga yana 15 kundan keyin yo 20 kunda bular uruqqa kirib tayyor bo'ladi. Xudo xohlasa. Endi buni ertaga dalaga olib borib joylashtiraman. Nisbatan joyi bunday mo'l-ko'l emas, telashkalarning tagiga, soyaga qo'yib joylayman. Ko'ramiz qanday effekt beradi. Aytmoqchi bo'lganim, bu arilar mana shu arilar, mana shu ko'rib turgan tirik yurgan arilar, o'zi aytaman, 5-fevral kuni yetim qilingan. Onasi ajratib, 11-aprel kuni bularga matka ekilgan. O'sha arilar, misol uchun 5-da, 10-da chiqqan, aprelda chiqqan arilar hali tirik. Mana ichini ko'rsat, qancha ari yuribdi hali ichida. O'zini mana bu rasplotda ishlab chiqib, pokoleniyani yangilashga ham shu arilarni yoshi yetyapti. Bu degani bu o'zi mana matka chiqib uruqqa kirsa, tasavvur qiling, bu arilar yosh nechida, qancha vaqt yashagan bo'ladi. 2 oy, 2 oydan ham o'shadi mana shu arilarga. Yana bu arilar men eshitishimcha aprel oyida arilar iyuldaga nisbatan jussasi ham kichikroq bo'lar ekan, xartumi ham, qanoti ham kichikroq bo'lar ekan. Ham uzoqqa ham uchishi, effekt, yaxshi foyda keltirishi ham nisbatan kamroq bo'lar ekan. Lekin mana bu arilar, mana bundan chiqqan arilar, xudo xolasa kuchliroq. Yaxshi sharoitda bular kecha bu yerda daladan yaxshi pilga keladigan, shira keladigan payti mana shirasini ko'ryapsizlarmi? Shirasi bor. O'ziga yetardi. Yetib ortib pechetkasi ham turibdi o'ziga yarasha. Endi bundan chiqqan rasplotlar xudo xolasa bular yaxshiroq
bularga eski arilarga nisbatan ham yaxshiroq effekt beradi. Mana bu arilar o'zi mana pastda 2 oyga yaqin vaqt bo'lyapti, bular yashayapti hali. 2 oy o'zi bu chiqqancha qisqasi 2 oydan o'tadi bilan yashash davri. Mana shu har bitta arini 2 oydan o'tadi. Bu arada bularga boshqa rasplod chiqib, boshqa yangi ari bularga paydo bo'lmagan. O'sha 5-da yetim qilib, 10-da matga ekilgan, 11-da matga ekilgan o'yladik arilar, mana shu arilar yuribdi hali ham. Bular o'lmagan. Sababi bular o'ziga nisbatan ancha urug'ni kam boqmagan. Bularga nima deganda bo'sh ramka bilan yangi sush kesib qo'ygan edim. Mana shuni kichikroq qo'ygan. Bular ziylarni o'zlari tortishgan, kichikroq qo'ygan edim. O'zlari ishlab, ziylariga yopishtirib, mana yaziklar ishlab, shiralar yig'di, matka uruqqa kirdi. Uruqqa kirgandan keyin men uni kerakli joyga ishlatdim. Bitta sotiladigan sotildi. Bularni yana o'ziga ishlashiga qo'yib berdim. Shu davrda bular o'sha arilar hali ham yashayapti. Xudo xolasa bu hali bu matka, mana bu matkalarni ishlagan mashinali matkalarni uruqqa kirdirib, paklaylarni yana yangilangancha ham bular hali beri o'lmaydi. Sababi bular o'ziga nisbatan kam miqdorda bala boqib, nisbatan uzoqroq yashaydigan ari bo'lib yetishgan. Lekin baribir iyulda yetishadigan arilarga teng kelolmaydi bular. Sababi ular kuchliroq bo'lar ekan, nisbatan xartumi, qanoti ham uzun bo'lar ekan, o'zi ham baquvvat bo'lar ekan. O'shaning uchun rasplotini bo'lsa, rasplot bo'lganda ko'rsating degan inson uchun atenab olyapman. Mayli, rasplot bo'lganda ko'rishsin deb. Bundan foydalanish yaxshi ekan. Bu yana nima? Matka ekib birinchi pakleniyasini olib mashinani o'zimga tarqatib ishlatganman. Ikkinchi ekkanimni bu yetarli bo'lgandan keyin, ikkinchi ham uchinchi ekan. Birinchi ikkinchisini ishlatdim o'zimga, uchinchisini partiyani o'shandan qoqib olib solingan arilar. Uchinchi partiyadan. Maqsadim bu arilar qoqib olinganda o'zini arisi, mana bu qistirgan machniy, mana bu yerda machniy, o'zini machniyi bular qabul qilishi 100%. Agar nimadir bo'lmasa, agar qabul qilishi 100% bular. Qabul qilib yaxshi ishga kirib, menga matkani yaxshi pilot uruqqa kirgizdirib berishdi bular. Yana nima? Bular xudo xolasa yana bir marta matkani chiqarib uruqqa kirgizgancha bularni ishlataman. Undan keyin bu chiqqan rasplotlar menga keyingi safar yana matka ishlashiga o'zlariga xudo xolasa qo'yib beraman yana bir marta. Yana boshqa variantlar bor. Skochtovki. Vaqtinchalik skochlaymiz buni. Bunday qilib skochlab qo'yamiz. Ertaga dalaga o'qitaman, shuning uchun ochilib ketmasligi uchun yaxshilab skochlab qo'yamiz buni. Mana shunaqa, mana bittali Nikulus yashaychamiz. Bittali bo'lgani uchun buni foydasi ko'proq birinchidan, ikkinchidan o'zini arisi, o'zini machniy bo'lgani uchun yana bir marta bularga foydaliroq. Agar begona machniy qistirsangiz, boshqa qon bo'lib qolishi mumkin. O'sha vaziyatlarda qaysi bir jihatlari qabul qilmasligi, foizi kamayishi mumkin. Lekin bularniki xudo xolasa o'zinikidan chiqib, o'zidan pilotni bo'ladi. Bu F3 bo'ladi. F2 ni men oldim. Bu F3 bo'ladi endi. Nu toza qonli bu ham xudo xolasa yaxshi foyda beradi. Hozircha shuni ko'rsating qani rasplot bo'lganda
haqiqatdan uruqqa kiribdimi, birdaniga bir kunda 16 tadan 13 tasi kirishi mumkin emas deganda gap bo'lgan edi. O'shani ko'rsatyapman. Tim bo'le buni bitta o'zi ko'paygan sababi kecha videomda bu yerda bir dona qolganlar seriya qilib qo'ygan edim. Bu safar boshqa joyda turganimda 21 dona qo'ygan ekanman. 21 dona qo'ygandim, boshqa joyga o'sha 21 donadan 20 tasi uruqqa kirgan. 20 tasini endi yolg'on bo'lmasin, 20 tasini bir joyda sotib yubordim. Qolgan 3 tasini o'zimiz shirilarga podarka qildim, 10 tasini ishlatdim. Barakali bo'ldi. Yaxshi foyda berar ekan. Mana bunday bittalik bo'lganini sababi o'zini matchnisi, mana matkani qabul qilmasdan boshqa variantni arilarni boshqa variant qolmaganligi sababi bularga ko'proq foyda keltirar ekan. Shuni sezdim. Keyingi yil Xudo xolasa kengroq, ko'proq miqdorda foydalanamiz. Hozircha shu. Rahmat, sog' bo'linglar.